Selamünaleyküm sinirdaşlar, zo'rmisizlar? Mana Toshmahalga keldik. Do'stlar bilan. Haydang. Kelinglar. Do'stlar, yana mana uzoqdan mehmonlar kelyapti. Jarayon boshlandi. Men tashkilotchilarning bittasi. Mana yana bittasi o'tiribdi bu yerda. Bu yomon kitobchi. Turadi. Mana dasturxonimiz boshlanishi mana shunday bo'lyapti. Manzaramiz bunday. Kalonkamiz shu yerdalar. Hammamiz mana shu muchalashimiz Xudo ato qilsa nasib qilsa bu ikkilikka yana she'r yog'in she'rlar she'r fayz yetishgan uchun Allohimiz hammamiz uyimizda yaxshi kunlar o'ylab hamisha o'ynab kulib sog' salomat
Allohu akbar. Hoş geldiniz. Gap yo'q, bu yigitlar lekin sizlar juda qattiq lekin. 1,5 soat kutdi lekin. Akmal Aslan ketdim. Bunga kelamadim. Hurmatli sinfdoshlar, o'quvchilaringiz Sizga yillik, 60 yillik davomida ko'p yilliklari birgalikda, kutmagan sinfdoshlar bilan birgalikda nishonlash nasib qilsin. Yaxshi kunlaringizda, xonadonlaringizda, yaxshi to'ylaringizda birga bo'lishlik nasib qilsin. Hammalaringizga 2026 yil barakali. rahmat sizlarga. Aziz sinfdoshlar, hammalarni mana shu kun bayramida tabriklayman. Rahmat. Hammalarni omad tilayman. Yigitlarimiz omadini bersin, yigitlarimiz martabalar olsin. Mana shunday xursandchilik kunlarda hamisha yaxshilik kunlarda o'tiraylik, hammamiz o'tirib o'rnimizga yo'qolmasin. Hammalaringizga katta rahmat. Rahmat sizga. Har saqlaning. Oğlumur assalomu alaykum. Birinchi o'rinda ustozimga assalomu alaykum. Ey. Ancha yuzlar kirdi. Yana bir shunday yig'ilib, Rahmat. So'z berganlaringiz uchun albatta sizga ham rahmat kelganingiz uchun mana shu yuqoridagi gaplarning hammasiga qo'shilamiz. Nimaga tilaklar bo'lsa hammamizga omad kelsin. Nasibda mana shu darslarimiz o'tgan o'rnimiz hech qachon yo'qolmasin. Hamisha mana shunday yilliklarda, kunlarda hammamiz o'tkaziga Ovqat ham jingizlar, bir gapirib.
munosabat bilan bugun hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Hamisha shunday ochilib yuringizlar. Oilalaringizda tinchlik, xotirjamlik, yangi yillarda nima bo'lsin? Hammalaringizga yaxshi xayriyatlar, mana yaxshi uylaringizda to'ylar bo'lsin. Rasmingizda 2026 yil nasibasi yaxshi, omadli yillar bo'lsin. Mana shu to'ylar, tomoshalar yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Ey yaşa. Men ko'charasan tosh olaman dedim.